Voy opajon bilasizmi, men akangizga aytdim-da, "Davaychi ko'chamiz" dedim. "Xo'p" dedilar. Men mana shunaqa zo'r o'yinni topdim, zo'r narxda. Voy, boshqa uy ko'chasizlarmi? Ha, bu o'yin sal kichkinalik qilyapti-da. Voy, zo'r-ku. Ha, choy ichamizmi, damlaysizmi? Davaychi hozir damlayman. Voy. Aka, yangi uyga ko'chyapsizlarmi? Ha, uy bor-ku. Ha, xabaringiz yo'q? Ha, bo'ldi. Ha, bir og'iz bo'lsa kinoyimga aytib qo'ying, xo'p? Umidvor bo'lib yurmasin. Voy, kinoga kirlaringiz yurmabdimi? Kir mashina singandi-da, endi yangisini olmoqchimiz. Ha, yangisini olmoqchimisizlar? Ha, qo'lda yuvib bo'lmaydi-da. Quruq bo'ladi keyin. Ha, to'g'ri, quruq bo'ladi. Olish kerak ekan, ona. Kir mashina olmoqchimisizlar? Kelin o'zini qo'li bilan yuvmaydimi? Ha, qism. Lacoste Adidas kinoyi. Akangiz olib berdilar. Aha, o zo'r. Ulgurmabman. Voy, kinoyi xolodilnikda sichqovuzni osib qo'yganmi? Biz ertaga restoranga chiqishimiz kerak edi-da, akangiz bilan shunga. Restorangami? Endi ozgina romantika bo'lib turish kerak-ku. Ha, biz eros bilan chiqib bormaymiz-da, lekin kerak. Albatta. Qarishi kerak. Aka, ertaga nima restoranga bormoqchimisizlar? Ha, bunda uyda ham ovqat yeylar. Men ertaga jiyanlaringiz bilan kelmoqchi edim. Jiyanlaringiz sog'madingizmi? Ha, bo'pti. Kinoga nima kayfiyatingiz yo'q? Hozir akangiz telefon qildi-da, hamma narsani aytmay qo'yardi. Kir mashina olmaymiz, uy olmaymiz, restoranga bormaymiz. Voy, yomon bo'pti-ku. Opajon, balki o'zingiz gaplashib ko'rarsiz. Voy, manmi? Voy, mana akam umuman eshitmaydi-da. Voy, men aytganim qilmaydilar.